Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Maslahat o'rnida bir o'rni chiqib qoldi. Mana shuni sizlarga ham ulashgim kelib qoldi. Endi kimdadir shunaqa holatlar, mana shunaqa uylar bor. Bunaqangi vitraj qilingan uylar. Kattagina polni rom, oldin bet nima deydi? Ravon bo'lgan, o'zimiz tilda teraska stoykalar o'rtasi vitraj bilan to'ldirilgan. Shuni hozir rasxodni o'ta ko'paytirib yuboradi. Sabab ichi oddiy lamber bilan to'silgan. Uchlik Pinaplex bilan mana bunaqangi mana chiroyli akkuratni duplet qilib, mana MDF bilan ustidan yana bir slay yopilsa, ichida shaxta bor. Kondensatni oldin oladi bu bir. Ikkinchisi issiqlik tushaveradi. Uchinchisi rasxodni kamaytirib beradi. Mana bunaqangi chiroyli narsa kelib chiqadi. Akkuratni qilinsa deb bilan shunaqangi narsa bo'ladi. O'ta go'zal bo'ladi. Lekin biz xudo xolasa radiator ilamiz. Mana orqasi mana bunaqangi narsani o'zi mana lamber deylardi. Bu ham alyumin. Na bir issiq ushlaydi, na bir sovuq. Mana bu ko'z yoshi bo'lib to'lib yotadi bu. Kondensat hosil bo'lib. Kimdadir shunaqa uylar bo'lsa, mana shunaqa qilib qilishlarini tavsiya qilamiz. Mana bu buyuk usta shuni qilmoqchi mana. Kim qilyapti ko'rsatib qo'ying. Mana bunday qilib ko'rsatish kerak. Shu bolaga murojaat qilaverasizlar. Tamam. Men aytyapti degan.